nimaga hamma uyga nerjavikali perila qilyapti. Shunaqa loyoqsa osmonda, mana shunaqa qilib surkalsa, tevasiga qarab bitta suvni quyasiz. Quyilgandan keyin oddiy ko'jalatdan olib turib, bitta arsiz top-toza bo'lib qoladi. Momoda timmi yomg'ir yog'ib turadigan bo'lsa ham do'stlar, bunimizga hech nima bo'lmaydi, ko'ryapsizlarmi? 10 yilgacha chirimaydi, zanglamaydi, temir periladan farqi shu bo'ladi. Ushbu xonadonimizga bitta ahamiyat bersalar ham do'stlar, 30 metr joyga nerjavikali perila qilib berishgan, ya'ni kombinatsiya, ya'ni nikel svetga, tilla svet kombinatsiya qilib berishgan. Eng arzoni narxi do'stlar 1 metri 240 ming so'mdan boshlansa, tombichkalari alohida turishi do'stlar 240 ming so'mdan boshlab u yoqqa ketaveradi. Menga xuddi shunaqasidan qilib bersalar, nariga joyimiz, ya'ni nikel svetda bo'lsa 430 ming so'm, tombalari ham 430 ming so'm bo'ladi. Bu joyimiz bo'lsa 530 ming bo'lgan, nimaga aytsalar, qo'l ushlaydigan joydalari tekstoletdan bo'lgan. Bu narxlarning ichida vodiy bo'ylab dastavka, ustonovka, usta haqqi mahsuloti mutlaqo bepul, qolgan joylarga kelishilgan holatda 1 yil garantiya, 1 yil servis mutlaqo bepul zakaz berish uchun akalaringiz nomerlarini pastda qoldirdik.